Xo'sh, 52-chi misolda o'quvchilar quyida berilgan sonlar o'qida A, B kesma uzunligi 3 taqsim 11 ga teng bo'lsa, demak A va B kesma oralig'i 3 taqsim 11 ga teng bo'lsa, aniqda koordinatasini toping. Mana yerda x, mana yerimizda x, bu yerimizda x. Demak, 3 ta x ning qiymati 3 taqsim 11 ga teng deymiz. 3 taqsim 11 ga teng. Demak, bizdagi bu holatimiz 3 taqsim 11 bo'lsa, bittasi, ya'ni ikkala tomonni ham 3 ga bo'lib yuborish, bitta x ning qiymati nechaga teng bo'lib qoladi? Shuni 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 1 taqsim 11 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, 1 taqsim 11 orasidagi masofa 1 taqsim 11, 2 taqsim 11, 3 taqsim 11 ligi hosil bo'ldi. 1 taqsim 11, 2 taqsim 11, 3 taqsim 11 va 4 taqsim 11. Mana bu natijamiz 4 taqsim 11 ga teng ekan. Xo'sh, bizdagi qiymatimiz 0 dan boshlanganligi uchun 4 taqsim 11 dagi qiymat bu A ga teng ekan. Xo'p, endi bizda bu misollarga qaraydigan bo'lsak, 53 dan 56-misolgacha mahraj 20 ga teng bo'lgan qisqarmas to'g'ri kasrlarni toping debdi. Demak, qisqarmas mahraj 20 ga teng bo'lgan to'g'ri kasrlarimiz. O'zi 20 ga teng bo'lgan to'g'ri kasrlarimiz nechta? 1 dan boshlab 19 gacha bo'lsa, demak to'g'ri kasrlar bo'ladi. Qisqarmas degan so'zni ham oladigan bo'lsak, 1 taqsim 20, xo'sh, 3 taqsim 20, undan tashqari 4, 5, 6lar ular hammasi bo'linadi. 7 taqsim 20, 8 ham bo'linadi, 9 taqsim 20, keyingisi 11 taqsim 20, keyingisi 13 taqsim 20, keyingisi 17 taqsim 20 va 19 taqsim 20 lar qabul qilar ekan. Jami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Xo'sh, demak 8 ta qisqarmas to'g'ri kasrlar mavjud ekan. Xo'sh, mana shu tartibda ishlaymiz. Endi 56-misolga qaraydigan bo'lsak, 70 taqsim 210 soni. Bularni qisqartiradigan bo'lsak, aslida 70 ga bo'laveradigan bo'lsak, ya'ni o'sha oxirgi qisqarmaydigan holatgacha bo'lsak, 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Mana shu 1 taqsim 3 dan kichik mahraji 60 ga teng kasr soni toping. Demak, bundan kichkina bo'lgan mahraji 60 ga teng. Mahraji 60 ga teng bo'lishi uchun buni ikkala holatda ham 20 ga ko'paytiraveramiz. Ko'paytiraversa 20 taqsim 60. Bundan kichkina bo'lgan kasrni sonini toping deb. Demak, 20 taqsim 60 dan kichkina bo'lgan kasrlar nechta? 1 dan boshlab 19 gacha va mahraji 60 ga teng bo'lgan sonlar. 1 taqsim 60, 2 taqsim 60 va hokazo 19 taqsim 60. Hech qanaqa shart berilmayapti, qisqarsin yoki qisqarmasin degan shart berilmayapti. Endi bu yerda hozir 54 bilan 55 tashib ketdik. Aynan 54 dan 55 ni ham ko'rib chiqaylik. 54-misolda 12 taqsim 24 dan kichik mahraj 24 ga teng bo'lgan qisqarmas kasrlar. Bu ham xuddi shuni 53 bilan bir xil. Demak, bundan kichkina bo'lgan kasrlarimiz bir boshdan 1 dan 16 gacha taqsim 24 ni olib chiqamiz va qisqarmas holatlarni ko'rib chiqamiz bittalar. Birinchisi 5 taqsim 24, keyingisi 7 taqsim 24, keyingisi 11 taqsim 24 va 13 taqsim 24, 14, 15, 16 larning barchasi bo'lib qoladi. Demak, bizdagi bu qisqarmas to'g'ri kasrlarimiz mana shulardan iborat ekan. 55-misolga qaraymiz. 55-misolimiz 23 taqsim 60. 23 taqsim 60 holatini bundan katta qisqarmas to'g'ri kasrlar sonini toping. Demak, bundan katta bo'lishi kerak. Bundan katta bo'lishligi uchun nima bo'ladi? To'g'ri kasrlar o'zi nechigacha borishi mumkin? Mahraji 60 dan 1 dan boshlab 59 gacha borishi mumkin. Demak, bizdagi 23 dan boshlanganligi uchun bizda 1 emas, 23 dan boshlaymiz. O'rta oralig'ida 24 dan boshlab 59 gacha borishimiz mumkin ekan. Endi shartga qaraymiz. Bundan katta bo'lsin deyapti. Qisqarmas kasrlarni ko'rib chiqamiz 24 dan boshlab. 24, 25, 26, 27 hammasi 2 ga 3 ga bo'linib chiqyapti. 28, 29 bo'lyapti. 29 taqsim 60, keyingisi 31 taqsim 60, keyingisi esa 37 taqsim 60, 38, 39, 40, 41 taqsim 60, keyingisi 42, 43, 43 taqsim 60, keyingisi 47 taqsim 60, keyingisi 49 taqsim 60, keyingisi 53 taqsim 60 gacha bo'lyapti. Yana bizda bundan katta yana qiymatlarimiz bor. 57 taqsim 60 ham bo'lmaydi, chunki ular 3 ga bo'linib qoladi ikkalasi ham. Bizda bitta qoldi 59 taqsim 60. Mana shularning barchasi qabul qilar ekan. Sanab chiqib javoblarni yozib qo'yamiz. Xo'p, nechta chiqdi? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Demak, 9 ta to'g'ri kasr mavjud ekan. 57-misolda ham xuddi shu tartibda 0 larni qisqartirib olib, keyin 21 taqsim 3 bularni ham qisqartirib olib 7 taqsim 10 bo'yicha ishlaymiz.
Bundan katta mahraj 80 ga teng bo'lgan. Bundan katta demak mahrajni 80 keltirish uchun 8 ga ko'paytiraveramiz. 8 ga ko'paytiraveramiz. 56 taqsim 80. Bu demak to'g'ri kasrlar so'ralyapti. Bizda 56 taqsim 80 dan 79 taqsim 80 gacha tartiblab chiqamiz. Demak natijasini yozsak bo'ladi yoki daftarga yozsak bo'ladi. Demak darsimiz sinf ishini bajarib bo'ldik. Uy ishini uyda ishlab kelasizlar va mashqlardan iborat.